orqamdagi shuncha odam nimaga navbatda turibdi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, bilib qo'ying, O'zbekistonda faqat oshga shunaqa navbatda turishligi mumkin. Lekin gap bu haqida emas. Bugun biz Udeya universitetida mehmondamiz va bugun talabalar universitet hayoti bilan tanishishyapti. O'rtalama bo'taman Udeya universiteti Coventry universiteti bilan kollaboratsiyada ochilgan. Ya'ni siz bu universitetni bitirganingizdan keyin Britaniya diplomini olishingiz mumkin bo'ladi va agar hozir mana 20 ta joy qolgan, hozir agar topshirsangiz 20 ta 4 yillik to'liq grantdan biriga ham ega bo'lishingiz mumkin. Bo'ldi? O'rtoqlar aytgancha, bu o'qishni bitirganingizdan keyin kafolatlangan 5 yillik ish bilan ham ta'minlanasiz.